Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Patologiya darslarini davom ettiramiz va bugungi mavzumiz demak parenximatoz distrofiyalar. Sizlarga leksiyani Rahmatullayeva Munisa olib boradi. Demak, davom ettiramiz. Bugungi darsimizda nimalarni o'rganamiz? Distrofiya nima? Ularning ishlash mexanizmlari, ya'ni qaysi jarayonlarda ketadi, qaysi jarayonlar distrofiyaga sabab bo'ladi hamda distrofiyalarni biz klassifikatsiya qilib olamiz. Ya'ni ularni joylashgan joyiga ko'ra yoki aynan moddalarning qanday qismlari, ya'ni qaysi moddalarimiz almashuvining buzilishi natijasida kelib chiqadigan turlarga bo'lib olamiz. Demak, boshladik. Distrofiya, ya'ni biz buni ko'rishimiz mumkinki, dis buzilish, trofiya oziqlanish, ya'niki oziqlanishning buzilishi bilan bog'liq bo'lgan patologik jarayonlar tushiladi. Endi savol bo'lishi mumkin. Distrofiya, xo'p, oziqlanishning buzilishi ekan. Biz buni patologiyaga qanday o'girishimiz mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu aynan moddalar almashinuvining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan distrofiyalar hisoblanadi. Ya'ni qachonki moddalar almashinuvi buzilsagina hujayrada shikastlanish sodir bo'ladi va bu shikastlanish esa aynan distrofiyaga sabab bo'ladi. Demak, distrofiyani o'rganar ekanmiz, biz asosiy 4 ta mexanizmni gaplashib o'tishimiz kerak. Ya'ni infiltratsiya, dekompozitsiya, transformatsiya hamda aynigan sintez jarayonlarini gaplashib o'tamiz. Endi har biri haqida to'xtalamiz. Demak, infiltratsiya, ya'ni in degani ichkariga, ichkariga, filtratsiya, surilish, ya'ni ichkariga surilish. Organizmda shikastlanishga sababchi bo'ladigan moddalarning to'planishi hisoblanadi. Ya'ni do'stlar, har narsaning foydasi bo'lgani kabi zarari ham bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling. Xo'p, mana buni hujayra deb tasavvur qilamiz. Normal holatdagi hujayra. Masalan, qanchadir modda biroz miqdorda kirib, masalan, A moddamiz normal holatni bajaryapti. Lekin tasavvur qiling. Xo'p, o'sha A moddaning miqdori ortib ketib, yana qayta kirishi o'z-o'zidan bu hujayraning ichida moddaning miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Bu nima degani? O'z-o'zidan bu distrofiya jarayonlariga sabab bo'ladi. Endi har biri haqida chuqurroq tasavvur qilib gaplashamiz. Ya'ni, xo'p, infiltratsiya nimaligini bildik. Endi infiltratsiya asosan qon oqimi, limfa hamda gastrointestinal trakt orqali moddalarning hujayra ichiga kirib, hujayrani zararlashi, ya'ni zararli ta'sir ko'rsatishi tushunilar ekan. Masalan, xo'p, mana infiltratsiya jarayoni. Infiltratsiya jarayoni, ya'ni o'tkazuvchanlik ortdi. O'tkazuvchanlik ortishi natijasida mana moddalarimiz ko'p miqdorda kiryapti. Ya'ni filtratsiya jarayonlarini aks ettiryapti. Yoki yana bir tasavvur uchun men sizlarga chizib tushuntiraman. Xo'p, mana bu aytganimizdek hujayra. Va hujayrada masalan o'tkazuvchanlik ortyapti. Yana o'sha o'tkazuvchanlik ortyaptidan o'sha moddamizni miqdorini yana yuqorida aytganimizdek to'planishiga, ko'payishiga sabab bo'ladi. Endi hujayraning ichida qaysi organoidlar bor edi? Tasavvur qiling, yadrosi bor edi, to'g'rimi? Yoki masalan tasavvur qiling, mitoxondriyasi bor edi. Yoki lizosomal fermentlar bor edi. Bu nima degani? Ana shu moddamiz hujayra ichida to'planib, ana shu organoidlarni surib chiqarib qo'yadi. Bu organoidlarning surib chiqarilishi esa o'z-o'zin hujayraning normal vazifa bajarishiga yo'l qo'ymaydi. Hujayra normal vazifani bajarmaydigani o'sha hujayra shikastlanishiga sabab bo'ladi.
Masalan, birgina agar mitoxondriyaning zararlanishi bo'lsa, bo'lmadigani hujayradan tashqarisi, ya'ni kalsiylar ajralib chiqadi. Ajralgan kalsiylar proteazalarni faollaydi yoki boshqa lizosomal aktiv fermentlarni faollaydi. Bu fermentlar esa hujayraga shikastlovchi ta'sir ko'rsatadi. Demak, tushunarli bo'ldi-ya, do'stlar, hujayrani qanday qilib o'zini o'zi zararlashi. Endi keyingi o'rganadigan atamamiz bu dekompozitsiya, ya'ni ajralish, to'plangan moddalarning noto'g'ri taqsimlanishi tushiladi. Masalan, hujayraning qo'sh qavat membranasi haqida gaplashamiz. Demak, xo'p, o'sha biz bilgan qo'sh qavatli fosfolipidlar. Mana gidrofil, masalan, gidrofob qismlari, ya'ni boshchalari gidrofil tabiatga ega bo'lishi yoki oyoqchalarini gidrofob tabiatga ega bo'lishini bilamiz, ya'ni gidrofil degani gidro suv, filiya yaxshi ko'raman, yoqtiraman degani. Gidrofobiya esa o'zidan gidro suv, fobiya qo'rquv. Masalan, aytadi ba'zilar, bu kishini fobiyasi masalan bunga nisbatan, ya'ni qo'rquvi. Masalan, bu kishini fobiyasi unga nisbatan deydi. Ya'ni fobiya bu qo'rquv degani. Endi bu qisqacha qo'sh qavat fosfolipid haqida edi. Endi aytishlaringiz mumkin, fosfolipidda qanday dekompozitsiya jarayoni bo'lishi mumkin deb savol berishlaringiz mumkin. Qanaqadir shikastlovchi ta'sir bo'ldi. Bu shikastlovchi ta'sir ana shu qo'sh qavat fosfolipiddagi gidrofob oyoqchalaridan yog' kislotalarini ajratadi. Ya'ni bu yog' kislotalar bir-biridan ajratib, ketma-ketlikda ajratib, erkin radikaliy shikastlanishlarga sabab bo'ladi. Erkin radikaliy shikastlanish bu hujayrani nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Buni hali erkin radikaliy shikastlanish mavzularida batafsil gaplashamiz. Mana biz yuqorida aytgan, ya'ni gidrofil boshchalari hamda gidrofob oyoqchalari, bu ham to'yingan hamda to'yinmagan yog' kislotalardan tashkil topgan edi oyoqchalari. Xo'p, keyingi atamamiz bu, ya'ni keyingi mexanizm. Biz yuqorida infiltratsiya, dekompozitsiya haqida gaplashdik. Keyingi mexanizmimiz bu transformatsiya ekan, do'stlar. Ya'ni transformatsiya shaklning o'zgarishi. Trans degani o'zgarish, formatsiya shakl. Formatsiya shakl, ya'ni shaklning o'zgarishi hisoblanadi. Ya'ni biz shuni tasavvur qilishimiz mumkin. Ba'zi bir monomerlardan boshqa formadagi polimerlarning hosil bo'lishi yoki ba'zi monomerlardan yoki polimerlardan umuman boshqa moddalarning hosil bo'lishi hisoblanadi. Masalan, tasavvur qiling. Organizmdagi butun moddalar uglevod, oqsil, yog', mineral moddalar, pigmentlardan tashkil topgan, to'g'rimi? Ana shu moddalardan tasavvur qiling. Uglevodlarning oqsillarga aylanishi yoki oqsillardan yog'larning hosil bo'lishi. Bu demak transformatsiya jarayoni ekan. Yoki bolaligimizda eng ko'p uchratadigan multfilm deymizmi, qahramonlar deymizmi, barcha bilsa kerak. Transformatsiya mashinalar multfilmlari yoki o'yinlari, yigitlarning eng ko'p uchraydigan o'yinlari. Ya'ni ma'lum bir robot mashina boshqa turdagi mashinaga aylanardi yoki qanaqadir xullas transformatsiya shakli o'zgarib, umuman boshqa moddani hosil qiladi. Ya'ni transformatsiya bu ma'lum bir shakldan boshqa bir shaklga o'tishi tushuniladi. Keyingi atamamiz, keyingi mexanizmimiz bu aynigan sintez. Ya'ni organizmda normada uchraydigan moddalar hosil bo'lmaydi. Masalan, ya'ni nima demoqchiman aynigan sintezda? Organizmda normada uchramaydigan anomal moddalarning hosil bo'lishi. Masalan, bunga amiloid oqsili,
buyrakdagi yoki o't yo'llaridagi yoki o't pufagidagi toshlarni aytishimiz mumkin. Ya'ni normal holatda mana o't pufagi. O't pufagida tosh bo'ladimi? Yo'q, normal holatda o't pufagida tosh bo'lmaydi. Qachonki o't tarkibida xolesterol, o't tuzlarining miqdorining ortishi yoki o't pufagida qanaqadir yallig'lanish, masalan, xolesistit belgilarining paydo bo'lishi, o't pufagida xolesterinli, o't pigmentli yoki qo'ng'ir toshli yoki boshqa xil yoki sariq rangli toshlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Lekin normal holatda o't pufagida tosh paydo bo'lmaydi. Hali bularni o't pufagining patologiyasida to'liq gaplashamiz. Endi, xo'p, ba'zi o'quvchilar tomonidan beriladigan savollarda ustoz o't pufagida toshi bor ba'zi bemorlardan hech qanday muammo bo'lmasdan yashang deb, ba'zilari esa hatto o't pufagining ham olib tashlashga majbur bo'ladi degan savollar bo'lganda, ya'ni do'stlar, qaranglar, tasavvur qiling. Xo'p, o't pufagi. Ya'ni masalan, o't pufagi deb tasavvur qiling. O't pufagida agar toshchalarimiz ana shu pastki qismi, ya'ni fundus yoki korpus qismida toshchalar paydo bo'lsa va ularning o'lchami kichik bo'lsa, deyarli o't pufagida bemorda toshlar bo'yicha muammo paydo bo'lmaydi. Agar toshlarimiz aynan bo'yin qismida, masalan, serviks qismida bo'lsa yoki ductus cysticus sohasi, ya'ni o't pufagini nayida yo'lida bo'lsa toshlarimiz, bular yo'lni berkitib qo'yib bemorimizda yomon bir patologik hollarni keltirib chiqaradi. Ya'ni anatomiya darslaridan o't pufagining masalan fundus qismidan tashkil topganligi, korpus qismidan, cervicalis qismidan tashkil topganligi hamda masalan o't yo'li orqali ductus hepaticus communisga qadar davom etishi va bular esa oshqozon osti bezidan keladigan yo'l orqali 12 barmoqli ichakka vater ampulas orqali quyilishini biz bilamiz normal holatda. Yoki masalan buyrakdagi toshlar. Mana buyrak jombidagi toshni ko'rishingiz mumkin. Bu ham bir normada uchramaydigan moddaning hosil bo'lishi. Demak do'stlar, biz gaplashib o'tdik. Distrofiya mexanizmlaridan infiltratsiya, hop, transformatsiya, dekompozitsiya hamda aynigan sintez haqida. Yana qayta takrorlayman. Infiltratsiya bu o'tkazuvchanlikning ortishi natijasida hujayrada moddalarning haddan tashqari ko'p to'planishi. Dekompozitsiya esa moddalarning parchalanishi hisobiga erkin radikalli shikastlanish yoki hujayrada ma'lum bir shikastlanishlarni keltirib chiqarishi. Transformatsiya esa shakl formasining o'zgarishi. Bu aynigan sintez esa normada uchramaydigan moddalarning hosil bo'lishi. Endi mavzumizning asosiy qismi bo'lgan distrofiyalarni klassifikatsiya qilib o'tamiz. Ularni joylashgan joyiga ko'ra hamda etiologiyasiga ko'ra klassifikatsiya qilamiz. Dastavval etiologiyasiga ko'ra klassifikatsiya qilib olamiz. Etiologiya nima degani do'stlar? Etiologiya bu sabab. Nima sababdan kelib chiqqanligini bilishimiz kerak. Masalan, tasavvur qiling, hop, boshingiz og'riyapti. Nima sababdan boshingiz og'riyapti? Stress natijasida boshingiz og'riyaptimi? Asabiylashish natijasida boshingiz og'riyaptimi? Yoki qanaqadir tashqi muhit omillari natijasida boshingiz og'riyaptimi? Masalan, ya'ni qanday sabab natijasida kelib chiqishi. Endi etiologiyasini ko'ramiz. Ya'ni sabablariga ko'ra oqsilli bo'lishi mumkin, yog'li bo'lishi mumkin, uglevodli bo'lishi mumkin, mineral bo'lishi mumkin yoki pigmentli, ya'ni oqsil, yog', uglevod, mineral moddalar hamda pigmentlardagi moddalar almashinuvining buzilishi natijasida distrofiya kelib chiqishi mumkin ekan. Endi esa joylashuviga ko'ra klassifikatsiya qilib olamiz. Ya'ni
Bu aynan hujayraning parenximasi kechyaptimi yoki stroma qismidami yoki ham parenxima ham stroma qismida kelib chiqyaptimi? Shu haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, masalan, bu hujayra gepatotitmi yoki buyrak hujayrasimi yoki enterotitmi, xulosa qanaqa bo'lsa ham hujayra, ana shu hujayraning markaziy mana o'rta qismlari hujayra ichki qismlari bilan parenxima hisoblanadi. Aynan ana shu ichki qismda o'zgarish bo'lsa, demak bu parenximatoz distrofiya deyiladi. Agar buning atrofida, ya'ni stroma qismida sodir bo'lsa, bu demak stroma bilan bog'liq bo'lgan distrofiya. Endi savol tug'ilishi mumkin. Stroma tomirli deyapmiz. Tomirli nima aloqasi bor deyishlaringiz mumkin. Aynan hujayraning atrofida qon tomirlar o'tgan bo'lib, bu qon tomirlar biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'ladi, to'g'rimi? Endi stroma qavati hamda qon tomir o'rtasida ham demak birgalikda distrofiya kelib chiqishi, ya'ni stroma tomirli distrofiyaga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi aralash tipdagi distrofiyalarimiz. Ya'ni ham parenxima qismida, ham stroma qismida sodir bo'ladigan distrofiyalarimiz bu demak aralash tipdagi distrofiyalar hisoblanadi. Xo'p, endi har biri haqida gaplashamiz. Bugungi mavzumizning asosi bo'lgan parenximatoz distrofiya haqida gaplashib o'tamiz. Endi parenximatoz distrofiyalarni klassifikatsiya qilib olamiz. Oqsilli bo'lishi mumkin, yog'li bo'lishi mumkin hamda uglevodli bo'lishi mumkin. Ya'niki oqsillarning almashinuvi natijasida kelib chiqadigan parenximatoz distrofiya, yog'larning almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan yog'li distrofiya hamda uglevodlarning almashinuvining buzilishi natijasida aynan parenxima qismida moddalar almashinuvining buzilishi natijasida kelib chiqadigan uglevodli distrofiyalar ekan. Endi esa oqsilli distrofiya haqida gaplashamiz. Ya'ni aynan hujayraning ichki qismidagi oqsillarda moddalar almashinuvi buzilyapti. Buni o'zini ham turlarga bo'lib olamiz. Ya'ni gidropik distrofiya, gidro suv, vakola, ya'ni suv vakolali distrofiya, galin tomirli distrofiyaga hamda mukozli distrofiyaga bo'lib olamiz. Xo'p, endi har biri haqida gaplashib o'tamiz. Demak, gidropik distrofiya, ya'ni yuqorida aytganimizdek suv vakolali. Hujayraga tashqi muhitdan suvning juda ko'p kirishi natijasida kelib chiqadi. Ya'ni xo'p, masalan, sizlarga chizib tushuntiraylik, yaxshi eslaringizda qoladi. Tasavvur qiling, hujayra. Va ana shu hujayraga yadrosini, mitoxondriyalarini, ribosomasini yoki endoplazmatik turini chizamiz va vakolasini, albatta. Vakolani nima boshqachalarni chizaylik, mana vakolalar bor. Xo'p, endi tashqi muhitdan o'tkazuvchanlik oshish natijasida, ya'ni infiltratsiya mexanizmlari bo'yicha suv kirib kelyapti. Hujayrada suvning miqdori ortyapti. Vakollar suvni o'zlashtirishga ulgurmayapti. Bu nima degani? Hujayraning ichi suvga to'ladi. Bu ya'ni hujayra nobud bo'lishigacha olib keladi. Endi biz bitta ma'lumotni bilishimiz kerak, o'ta muhim ma'lumot. Ko'pincha suvli distrofiyalarni siz oqsilli distrofiyaga uchratdik, so'z kirgizdik. Lekin nima maqsaddan oqsilli distrofiyaga kirgizyapmiz? Bu suv miqdorini hujayra ichiga kirishi tufayli-ku deb savol berishlaringiz mumkin. Ya'ni do'stlar, qaranglar. Oqsillar bu osmo aktiv modda. Ya'ni osmotik jihatdan faol modda.
osmosiy jihatdan faol. Bu nima degani? Osmosiy jihatdan faol degani oqsil bor joyga hamisha mana suv deb yozsak intiladi. Qayerda oqsil bo'lsa, suvlarimiz ana shu oqsil atrofiga intiladi. Hujayrani ichida nima joylashgan? Ribosomalar joylashgan. Ana shu ribosomalarda nima mavjud? Oqsillar ishlab chiqariladi yoki endoplazmatik tur, ya'ni donador endoplazmatik tur. Donador endoplazmatik turda nima joylashgan? Albatta oqsillar, ya'ni talaygada hujayrada oqsillar bor. Hujayraning ichiga suv kirishiga yana bir sabab bu, ana shu hujayraning ichida oqsil miqdorining ortganligi va ana shu oqsillar o'ziga suvni tortganligi ham bir sabab bo'lyapti. Endi buni demak nazariy jihatdan gaplashib o'tamiz. Hujayraga demak tashqi muhiti suv juda ko'p miqdorda kiryapti. Hujayra o'zida suvni saqlaydigan vakolasi mavjud bo'lib, ana shu vakolaga nagruzka, ya'ni yuklama ortadi. Bu esa vakolani kattalashiga sabab bo'ladi. Vakola kattalashdi degani bu oldidagi hujayra organoidlarini zararlaydi. Masalan, mitoxondriyani zararlaydi. Yuqorida aytganimizdek, mitoxondriyaning zararlanishi bu kalsiyning mitoxondriyadan chiqishiga va bu chiqqan kalsiylar bir qator hujayradagi fermentlarni aktivlaydi va bu fermentlar esa hujayrani shikastlovchi ta'sir ko'rsatadi yoki mitoxondriya erkin radikalli shikastlanishlarga ham sababchi bo'lishi mumkin. Yoki endoplazmatik tur, ribosoma va hattoki yadroni ham hujayrani chetiga surib chiqarib qo'yadi. Natijada hujayra nobud bo'ladi. Demak, gidropik distrofiyani mexanizmini gaplashib o'tdik va buning oqibati qanday kelib chiqadi desak, oqibati albatta nekroz, ya'ni kollikvatsion nekrozga sabab bo'ladi. Hali nekroz turlarini keyinchalik o'sha mavzularimizda gaplashib o'tamiz. Ya'ni mana gidropik distrofiya, asosan gidropik distrofiyamiz jigarda uchraydi. Aynan jigarning gepatositlarida uchraydi. Mana jigarning gepatositlarida gidropik distrofiya, ya'ni suv oqsilli distrofiya. Keyingi distrofiyamiz bu demak gialin tomchili distrofiya. Nima uchun gialin deb atalganini hozir dars davomida tushuntirib o'taman. Dastavval nazariyasini bilib olaylik. Ya'ni hujayra membranasining o'tkazuvchanligining ortishi yoki-da hujayra tashqarisidan hujayra ichiga oqsil molekulalarining ko'p kirishi va hujayra ichida oqsil miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Tushunarli-a? Demak, hujayra membranasining o'tkazuvchanligi ortdi yoki hujayraning ichiga oqsil miqdorining haddan tashqari ko'p kirishi hujayraning ichida oqsil miqdorining ortishiga sabab bo'ldi. Endi bu oqsillarni nima parchalaydi? Oqsillarni maxsus parchalovchi fermentlarimiz mavjud. Asosan lizosomal fermentlar yoki proteazalar masalan, ya'ni oqsillarni parchalaydi. Endi ana shu kirayotgan oqsillarimiz proteazalar yoki lizosomalar ta'sirida parchalanar edi normal holatda. Lekin oqsil miqdori ortdi. Oqsil miqdorining ortishi o'z-o'zidan proteazalar shuningdek lizosomal fermentlarning ko'proq oqsillarni parchalashiga safarbar bo'lishiga sabab bo'ladi. Oqsil miqdori ko'payib ketyapti, lizosomal ularni parchalay olmayapti. Natijada lizosomal ana shu oqsilga to'yib qoladi. Natijada oqsillarni parchalay olmaydi. Tasavvur qiling, masalan, mana bir ovqat iste'mol qilyapsiz. Hammani hidi sig'gancha ovqatni iste'mol qilib yeydi. Lekin siz qancha ovqatni yeyversiz, ovqat oshqozoningizda hazm bo'lmaydimi?
bukib qolasiz, qo'pol qilib aytganda. Lizosomalar xuddi hozir oqsillarga bukib qolyapti. Va aynan agar biz ana shu lizosomalarni mikroskopda ko'rganimizda, asosan elektron mikroskopda yoki yorug'lik mikroskopida ko'rganimizda oqsilga to'yib qolgan lizosomalar bo'lib, ular yaltirab ko'rinadi. O'shaning hisobiga galin tomchili distrofiyalar deb atalgan. Bularga asosan qaysi organlarda uchraydi degan bo'lsak, muskulda uchraydi, nerv hujayrlarida uchraydi, leykotsitlarda uchraydi, shuningdek teri hamda buyrak kanalchalarining aynan epiteliysida uchraydi. E'tiborli bo'lamiz, epiteliysida uchraydi. Ya'ni yana davom ettirib aytyaptiki, lizosomalar to'p-to'p bo'lib oqsillarga bukib qoladi va mikroskopda ko'rilganda yaltiraydi va shu sababli shunday nom berilgan ekan. Endi jigarda ana shu galin tomchili distrofiya uchrab, asosan alkogol ta'sirida gepatitlarda kuzatilishi mumkin yoki biliar sirrozlarda kuzatilishi mumkin ekan. Xo'p, endi galin tomchili parenximatoz oqsili distrofiyaning natijasi, ya'ni oqibati bu koagulyatsion nekrozga sabab bo'ladi. Mana bu rasmda ham juda ham chiroyli tushuntirilgan, ya'ni parenximatoz oqsili distrofiyalar, galin tomchili distrofiyalar hamda vakuolar yoki gidropik distrofiyalar. Yuqorida aytganimizdek, galin tomchili distrofiyalar, ya'ni buyrak kanalchalarining epiteliysida yoki sitoplazmasida qizil galin tog'iga o'xshash oqsil tomchilarining paydo bo'lishi. Mana qizil galin ko'rinishidagi oqsil tomchilarining paydo bo'lishi va oqibati aytganimizdek koagulyatsion nekrozga sabab bo'ladi. Xo'p, keyingisi esa vakuolyar yoki gidropik distrofiya. Buyrak kanalchalarining epiteliysida aynan sitoplazmasida suvli vakuollarning paydo bo'lishi, va kanalcha bo'shlig'i aniqlanmaydi, chunki kanalcha bo'shlig'i vakuollar hisobiga to'lib qolgan bo'ladi. Va oqibati aytganimizdek koagulyatsion nekrozga sabab bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi nekrozimiz bu muguzli yoki shoxli distrofiya. Xo'p, ya'ni muguzli deyapmizmi? Demak, biz muguz haqida gaplashib olishimiz kerak. Ya'ni do'stlar, epiteliyalarimiz muguzlanuvchi yoki muguzlanmaydigan bo'lishi mumkin. Muguzlanuvchi epiteliyaga masalan, qo'llarimizning epiteliyasi muntazam ravishda muguzlanib, yangilanib turadi. Masalan, 7 yoki 11 kun davomida. Endi muguzlanmaydigan epiteliyalar esa asosan shilliq qavatdagi epiteliyalar, masalan, nafas olish shilliq qavatidagi, ayirish shilliq qavatidagi, jinsiy bezlar yoki hazm traktidagi shilliq qavatdagi muguzlanmaydigan epiteliyada, demak, muguzlanishning paydo bo'lishi bilan bog'liq ekan. Batafsil tushuntiradigan bo'lsam, birinchisi muguzlanmaydigan sohada muguzlanuvchi epiteliyaning paydo bo'lishi. Masalan, tasavvur qiling, qizil o'ngachda. Bu ko'pincha o'smalarga sabab bo'ladi. Masalan, bu normal holatdagi hujayra va bunda hech qanday muguz yo'q. Endi patologik holatdagisicha muguzning paydo bo'lishi, ya'ni muguzlanuvchi epiteliy bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi misolimizda, ya'ni normal masalan hujayra va patologik hujayra. Normal holatda muguz bor, o'sha muguzning haddan tashqari ortib ketishi. Mana bu esa muguzlanadigan sohada haddan tashqari muguzlanishning ortib ketishiga sabab bo'lyapti. Demak, do'stlar, biz ikki xil usulda uchratishimiz mumkin. Muguzlanmaydigan sohada muguzning paydo bo'lishi birinchisi. Ikkinchisi esa muguzlangan sohada muguzlanishning haddan tashqari
ortib ketishi ko'rinishda bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni, hop, yassi epiteliy muguzlanishiga ko'ra, demak, yuqorida aytganimizdek muguzlanuvchi hamda muguzlanmaydigan epiteliyga bo'lib oldik. Davom etamiz. Endi muguzlanmaydigan epiteliy o'z xususiyatini, ya'ni muguzlanish xususiyatini namoyon qiladi. Tushunarli? Normal holatda hujayra muguzlanmayotgan edi. Qanaqadir tashqi muhit omillari, masalan, turli xil changlar yoki o'smaga sabab bo'ladigan kanserogen omillar natijasida shunday hujayrasi o'zgaryaptidan keyin muguzlanish xususiyatini namoyon qilyapti. U qaysi hollarda uchrashi mumkin? Asosan surunkali yallig'lanish holatlarida yoki A vitaminozda yoki virusli infeksiya kasalliklarida yoki gormonal o'zgarishlar natijasida o'zgarishi mumkin ekan. Davom etamiz. Endi ikkinchi tarafimiz bu muguzlanuvchi to'qimalarning haddan tashqari ortib ketishi natijasida sodir bo'lishi mumkin ekan. Demak, do'stlar, imloviy jihatdan xatolik e'tibor bermaymiz. Eng muhimi tasavvur qilib, nazariy jihatdan to'g'ri tushunib olsak bo'ldi. Xatoliklarga e'tibor bermaymiz. Xo'p, muguzlanuvchi to'qimada haddan tashqari ortib ketishi deyapmiz. Ya'ni terining muguzlanuvchi epiteliyasini misol keltirishimiz mumkin. Masalan, mana hammamizning qo'limiz normal holatda terimiz demak muguzlanish xususiyatiga ega. Xo'p, endi bu o'z-o'zidan chegarasiga bog'liq, ya'ni ma'lum bir chegarada sodir bo'ladi. Endi ba'zi hollarda muguzlanishning haddan tashqari ortib ketishini ko'rishimiz mumkin. Asosan bu ko'pincha uchraydi. Giperkeratoz shaklda, ya'ni qadoqning hosil bo'lishi. Masalan, tasavvur qiling, umuman, masalan, mehnat qilmagan odam yoki juda ham kam mehnat qilgan odam birdaniga yerni o'rtasiga yutib olib ketmonda yer chopsa, ma'lum vaqt davomida qo'lida shunday pufakchalar paydo bo'ladi yoki qo'lida muguzlanish qadoqlar paydo bo'ladi. Voy aya yoki dedi, qo'limda qadoq paydo bo'ldi, men ko'p mehnat qildim deb ko'pchilik masalan noliydi-da. Ya'ni bu qadoqning paydo bo'lishi giperkeratoz. Biz kundalik hayotimizda ishlatadigan ya'ni qadoqning paydo bo'lishi bu keratoz ekan. Mana bu amakining qo'liga qarasizlar, mana muguz. Haddan tashqari muguzning ortib ketishi bu qadoqning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Va biz tibbiyot atamasida giperkeratoz deb ataymiz. Ya'ni uzoq vaqt mehnat qilganda yoki masalan ko'pchilik yigitlar mehnat qilish, ya'ni sport bilan shug'ullanish ko'p miqdorda og'ir tosh ko'targanda yoki teri epiteliyasiga nagruzka ortganda ana shu giperkeratoz holatlarini keltirib chiqarar ekan. Buning oqibati xavfli hamda xavfsiz holdagi o'smalarga sabab bo'ladi. Ya'ni xavfli o'sma degani metodik jihatdan juda ham aktiv o'smalar. Xavfsiz degani metodik jihatdan aktivlik biroz pastroq o'smalar. Bu xavfsiz o'smalar. Albatta, ikkovi ham zararli, chunki o'sma deyapmiz, neoplaziya deyapmiz, ikkovi ham xavfli albatta. Lekin biroz bo'lsa ham xavfsiz o'smalarimizning yomonlik darajasi biroz pastroq. Davom etamiz. Yana bir demak patologik holatlardan biri bu til leykoplakiyasi. Mana tilda muguzlanishning paydo bo'lishi. Yoki masalan ihtiyos, mana terida haddan tashqari muguzlanishning ortib ketishi. Ihtiyos yoki gipertiroz ko'pincha bunday bolalar nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bolalarning umri ko'pincha qisqa bo'ladi. Davom etamiz. Keyingisi parenxematoz distrofiyalardan biri bu yog'li distrofiya. Yog'li distrofiyani ham 3 ta turi mavjud ekan do'stlar. Ya'ni neytral yog'larning haddan tashqari ortib ketishi, ya'ni infiltratsiya bo'lyapti, haddan tashqari ortib ketyapti. Keyingisi neytral yog'larning lipidga aylanishi, ya'ni shakl jihatdan o'zgaryapti. Monomerdan
polimer hosil bo'lyapti. Ya'ni transformatsiya hamda fiziologik holati yog' paydo bo'lmaydigan sohalarda yog'ning paydo bo'lishi, ya'ni bu aynigan sintez. Mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi distrofik mexanizmlarni? Endi yog'lar haqida gaplasharkanmiz, neytral yog'lar, ya'ni nimadan iboratligini bilishimiz kerak. Neytral yog'lar bu glitserin hamda demak yog' kislotasidan iborat bo'ladi. Glitserin hamda yog' kislotasi yoki IKF qo'shilib neytral yog'larni hosil qiladi. Neytral yog'lar ham keyinchalik birikib lipidlarni hosil qiladi. Davom etamiz. Xo'p, endi birinchisi neytral yog'lar miqdorining haddan tashqari ortishi ko'pincha jigarda kuzatiladi. Qanday qilib? Masalan, tasavvur qiling. Xo'p, jigar hujayrasi gepatotsit. Gepatotitda qon quyilish sodir bo'ldi. Masalan, qon quyilish bo'ldi yoki shikastlanish bo'ldi. Jigardan nima ajraladi? O't suyuqligi ajraladi. O't suyuqligining vazifasi nima? Yog'larni emulsiyalash edi. Normal holatda. Endi jigarda qon quyilish sodir bo'ldi. Qon quyilish natijasida o't suyuqligini ajratish funksiyasi pasayadi. Bu nima degan o'z-o'zidan neytral yog'lar miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan yog'li gepatoziga sabab bo'ladi. Neytral yog' miqdorining ortishi bu triglitserid miqdorining ortishiga ham sabab bo'ladi. Yoki yana bir misol qilib biz buyrak kasalliklarini aytishimiz ham mumkin. Endi buyrak kasalligiga kirishdan oldin o'zi neytral yog'lar miqdorining ortishi bilan bog'liq bo'lgan distrofiya qaysi organlarda uchrashini ko'raylik. Asosan buyrak usti bezida, jigarda, geliy qovurg'ida, buyrakning to'g'ri kanalchalarining epiteliyasida yoki miya kapillyarlarining epiteliyasida sodir bo'lar ekan. Endi mexanizmi haqida gaplashaylik. Triglitseriddan lipoprotein hosil bo'ladi. Triglitserid bu yog', lipoprotein esa oqsil bilan yog'ning birikmasi. Ya'ni lipo yog', lipid, bu protein esa oqsil. Ya'ni ba'zi yog'li distrofiyalar ushbu turi jigarda oqsil sintezining kamayishi oqibatida ham paydo bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni do'stlar, jigarning asosiy vazifasi nima? Jigarning asosiy vazifalaridan biri bu oqsil sintez qilish. Oqsil sintez qilish. Aynan jigarda nima hosil bo'ladi? Lipoproteinlar hosil bo'lar edi. Endi jigarning funksiyasining buzilishi esa lipoproteinlar hosil bo'lishiga demak sabab bo'ladi. Lipoprotein hosil bo'lishining kamayishiga sabab bo'ladi. Ya'ni qanday qilib? Jigarda apokrin oqsil hosil bo'lar edi. Apokrin esa triglitseriddan lipoproteinni hosil qiladi. Apokrin miqdorining kam bo'lishi triglitseriddan lipoprotein hosil bo'lishining kamayishiga sabab bo'ladi. Ya'ni triglitseriddan lipoprotein hosil bo'layotganda apokrin oqsili yordamida. Apokrin oqsili bo'lmadi. Bu nima degani? Lipoprotein miqdorining kamayishiga, triglitserid miqdorining ortishiga. Bu nima degani? Triglitserid miqdori ortishi bu yog'li distrofiyaga sabab bo'ladi. Yoki buyrak kasalligi dedim. Ya'ni buyrak kasalligida buyrakning glomerulasida o'tkazuvchanlikning haddan tashqari ortib ketishi. Normal holatda glomeruladan oqsillar o'tmas edi. Chunki glomerula masalan 3 qavat bo'lsa, bazal membrana, avval kapillyarlar endoteliyasi, keyin bazal membrana hamda podonsitlardan iborat bo'lsa, ana shu bazal membrana yoki podonsitlar yoki kapillyar endoteliyasida qanaqadir patologik jarayon bo'ldi,
o'tkazuvchanlik oshib ketdi. Natijada buyrak orqali oqsillar paydo bo'ladi. Ya'ni proteinuriyaga keltirib chiqaradi. Normal holatda lekin siyrakda oqsil bo'lmasligi kerakdir. Chunki oqsil bu manfiy zaryad, buyrakning aynan bazal membranasi, kapillyarlar endoteliysi manfiy zaryadni o'tkazmas edi. Ya'ni bu degani oqsil miqdorining kamayishi ana shu apokrin miqdorining kamayishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'zidan demak triglitserid miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Xo'p, yana mana misollarimizdan demak jigarda yog' bosishi ikki xil ko'rinishda bo'lar ekan do'stlar. Soxta muskatsimon jigar yoki g'oz jigar ko'rinishda. Masalan, jigar deb tasavvur qilsak, soxta muskatsimon bo'lgan bo'lsa, mana yerda qon quyish sohasi bor. Faqatgina qon quyilgan sohaning atrofigina yog' bilan qoplansa, bu soxta muskatsimon, xuddi muskat yong'og'i singari bo'ladi. Bu demak soxta muskatsimon yog' bosish bilan bog'liq bo'lgan parenximatoz distrofiya. Endi g'oz jigarichi hamma joyni qoplaydi, neytral yog'. Xuddi mana g'ozni jigari yog' bilan qoplangan bo'lar ekan, do'stlar. Xuddi jigarda mana shu yog' miqdori ortadi, bu esa g'ozsimon jigarni keltirib chiqaradi. Endi keyingi turi bu neytral yog'larning lipidga aylanishi, ya'ni transformatsiya. Ko'pincha do'stlar, bu holat bemorlar zaxm kasalligiga chalingandan so'ng, ya'ni zaxm kasalligi natijasida kelib chiqishi mumkin. Yog'larning lipidlarga aylanishi. Xo'p, keyingisi, uchinchisi, ya'ni yog' yo'q sohada yog'larning paydo bo'lishi. Masalan, birgina yurakda ko'raylik. Yurakda normal holatda yog' bo'lmaydi. Qachon yog' bo'ladi? Ya'ni yurak bu kardiomayotitlardan iborat va normada yog' bo'lmaydi. Agar organizmda gipoksiya sodir bo'lsa, ana shu kardiomayotitlarni tekshirib ko'rgan paytimiz yog' tomchilar uchratishimiz mumkin. Va aynan ular sariq rangda paydo bo'ladi. Chunki yog' miqdori bu sariq rangda bo'ladi. Yog' miqdori ko'p bo'ladi degani o'sha yurak ko'proq sariq rangda namoyon qiladi. Endi bu qanday qilib kelib chiqadi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Organizmda gipoksiya bo'lyapti. Gipoksiya bu nima degani? Organizmga kislorodning kam yetib borishi. Gipokam kislorodning kam yetib borishi bilan bog'liq ekan. Bu nima degani? Yurakda ma'lumki sistola hamda diastoladan iborat, to'g'rimi? Yurakka kam kislorod bordi degani nima degani? Yurakni qolgan organlar bilan ta'minlashda kislorod bilan ta'minlaydi-ku. Ana shu funksiyaning buzilishiga sabab bo'ladi. Ya'niki yurakda endi sistola miqdori ortadi. Chunki bu nima degani? Yurak juda ham ko'p qisqarib organlarni kislorodga ta'minlashga harakat qiladi. Diastola esa kamayib ketadi. Ya'ni kam bo'shashyapti. Ya'ni taxikardiya deb uchratgansizlar. Aynan taxikardiyada bu yurakni juda ko'p qisqarishi, bo'shashish, ya'ni diastol vaqtining kamayishiga sabab bo'ladi. Endi sistola bo'lib juda ham ko'p qisqaryapti, organlar ko'p qon yetib boryapti, lekin organizmda kislorod kammi? Bu nima degani? Yurak normal holatda aerob parchalanar edi, to'g'rimi? Kislorodli parchalanar edi. Gipoksiya bo'ldi degani bu qo'shimcha tarzda yurak anaerob ham parchalanadi. Ya'ni kislorodsiz holda parchalanadi. Bu o'z-o'zidan sut kislota miqdori, laktat miqdorlarining ortishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, yana ham yurak ko'proq o'ziga energiyani talab qilaveradi va bu o'z-o'zidan yog'larning ham energiya hosil bo'lishiga, safarbar bo'lishiga sabab bo'ladi.
va biz ana shu aytganimizdek yurakdagi yog' yo'q sohada yog' paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi so'rov bu parenxematoz distrofiyalardan uglevodli distrofiya. Bu ikki xil ko'rinishda bo'lar ekan. Glikogen miqdorining ortishi ko'rinishda hamda glukoza miqdorining ortishi bilan bog'liq ekan. Xo'p, siz glukoza miqdori ortishini eng ko'p uchrayotgan sahr, ya'ni qandli diabet yoki biz yana ba'zi adabiyotlarda uchratdikki, peshob, ya'ni siydik orqali qand ajralishida ham uchratishimiz mumkin ekan. Demak, qandli diabet, ya'ni sahr haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu nima degani? Organizmda glukoza miqdori ortishiga sabab bo'ladi. Bu glukoza miqdori ortdi degani o'z-o'zidan periferik a'zolarga ko'p miqdorda glukoza boradi degani. Ko'p miqdorda glukozaning borishi mana glukozadan sorbital hosil bo'ladi. Ko'p atomli spirt. Ana shu sorbitol organizmdagi hujayralarni zararlab qo'yadi. Asosan qaysi hujayralarni? Jigar hujayralarni zararlab qo'yadi. Nima uchun aynan jigar deb savol berishlaringiz mumkin. Do'stlar, jigar bu o'zida glukozani zaxiralaydi. Ya'ni glikogen holga o'tkazadi. Shuning jigarda, ya'ni glukoza miqdori qancha ko'p bo'lsa, ana shu glukoza ko'proq jigarda zaxiralanadi. Bu nima degani? Ana shu jigarda demak sorbital hosil bo'lishining ortishiga sabab bo'ladi. Yoki ko'zdagi retinopatiyalar ham sabab bo'lishi mumkin. Agar ko'zda glukoza miqdori ortsa, ya'ni sorbital miqdori ortishiga sabab bo'ladi, bu esa retinopatiyani keltirib chiqaradi. Yoki oyoq va qo'llar yoki tanada neyropatiya, nerv sistemasining buzilishi bilan bog'liq. Masalan, hop qishda pechkani atrofiga qo'lingizni qo'ysangiz yoki gazni, masalan, gazni gaz oldiga siz qo'lingizni qo'ysangiz, shuni qo'lingiz qiziydi, darrov o'zingiz tortib olasiz. Bu normal holatda, lekin bemorlarimizda qo'llarda ana shu sezgi xususiyati yo'qoladi. Ular shunday gazga yoki pechkaga yoki qanaqadir issiq yoki sovuqqa ta'sir ettirilsa, hech narsani sezmaydi. Demak, bu neyropatiya. Xo'p, endi qandli diabet, ya'ni qonda va siydikda qand miqdori ortadi. Qonda qand miqdorining ortishi giperglikemiya, ya'ni giper ortish, glikemiya glukoza, ya'ni qand, emiya degani qonda glukoza miqdorining ortishi hamda glukozuriya, ya'ni glukozaning siydikda paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. U qachon kuzatiladi? Ko'pincha asabiy hollarda yoki stresli ishlar ko'p shug'ullanganda yoki ruhan hayajonlanganda yokida nerv sistemasida o'sma va travmalar natijasida bo'lishi mumkin. Ba'zida moddalar almashinuvining buzilishi bilan bog'liq holatlarda, shuningdek endokrin kasalliklarda, masalan, pankreatitning beta hujayralaridan insulin ajralar edi. Va bu insulin aynan qonda glukoza miqdorini normada qilib turadi. Endi insulin miqdorining kam bo'lishi glukoza miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Yoki homiladorlik vaqtida. Ana shu homiladorlikni bir tahlil qilib ko'raylik. Bugungi mavzuimiz birozgina ko'proq bo'ldi, lekin do'stlar, erinmasdan yaxshilab fikrlab ko'ringizlar. Xo'p, demak, homiladorlik vaqtida onada glukoza miqdorining ortishi bu bolaga glukoza miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Chunki ona bilan bolani o'rtasida nima joylashgan? Platsenta. Onadan bolaga ana shu glukoza muntazam ravishda o'tib turadi. Endi bizda regulyatsiya, ya'ni boshqaruv mexanizmi bor. Glukoza miqdori ortdi degani o'z-o'zidan qaytar aloqalar orqali insulin miqdorining ortishiga sabab bo'ladi-da.
Lekin ana shu platsenta orqali insulin bolaga o'ta olmaydi, chunki insulin platsenta orqali o'tish xususiyatiga ega emas. Bu nima degani? Bolada glyukoza ko'p onasidan keldi, lekin insulin kelmadi. Bolada glyukoza miqdorining ortishi bu qaytar jarayon orqali insulinning ortishiga sabab bo'ladi. Bolaning o'zining organizmida insulin hosil bo'ladi. Endi bu insulinning bir nojo'ya ta'siri bolalarda surfaktant degan modda bor. Buni sizlar fiziologiya darslarida o'rgangan bo'lishlaringiz kerak. Ana shu surfaktant miqdorining kamayishiga sabab bo'ladi. Ya'ni insulin shunday boradi, buyrakka boradi. Buyrakdagi alveolotitlar, ikkinchi tipdagi alveolotitlarning ishini buzib, surfaktant hosil bo'lishining pasayishiga sabab bo'ladi. Bunday bolalar ko'pincha tug'ilgan payti nafas olish kasalliklari bilan tug'ilishi mumkin. Bunda bola tug'ilgan payti surfaktanning ishini stimullaydigan moddalar beriladi, dorilar beriladi. Va ko'pincha bunday bolalarning onalari tabiiy tug'ruq bilan tug'ish kerak. Chunki tabiiy tug'ruq payti ana shu masalan bachadonni bo'yinlari qisqarib, bachadon bo'yinlaridan kortizol gormonlari ishlab chiqarilib, kortizol gormoni bu surfaktant ishini stimullab beradi. Bu bolada glyukoza miqdorining ortishi. Xo'p, endi uglevodli distrofiyalarning keyingi turi, ya'ni glikogen miqdorining ortishi bilan bog'liq. Normal holatda ochlik vaqtida glikogendan glukoza hosil bo'lardi. Va ushbu vazifani ya'ni bizning maxsus fermentimiz 1,4 glukozidaza fermenti bajaradi. Glikogendan glukoza hosil bo'lishi ana shu 1,4 glukozidaza fermenti yordamida amalga oshadi. Agar bizda 1,4 glukozidaza ferment miqdori bo'lmasa, ya'ni neyropatiya miqdori bo'lsa, neyropatiya kuzatilsa, to'g'rirog'i neyropatiya bo'lsa, glikogen miqdori ortadi. Glikogen miqdori ortishi esa mukoid hamda motsin miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Ya'ni glikogen miqdori ortyapti, o'z-o'zidan glikoprotein miqdorining ortishiga sabab bo'ldi va bu esa mukoid hamda motsin miqdori ortdi. Ya'ni bu nima degani? Shilimshiq hosil bo'lishi ortdi. Shilimshiq modda ko'proq hosil bo'ladi. Agar ana shu hodisa chaqaloqlarda kuzatilsa, shilimshiq miqdorining ortishi ichak devorini shilimshiq bilan to'planishiga, ya'ni nekroziga sabab bo'ladi. Bu esa kasallik, ya'ni mukovistsidozni keltirib chiqaradi. Mukovistsidoz. Va natijada bola ovqat hazm qila olmasdan nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar shifokor tomonidan to'g'ri tashxis, to'g'ri diagnoz qo'yilmasa. Endi xo'p, yog'li distrofiyadan aynan jigardagi yog' distrofiyasini patogenezini ko'rib chiqamiz. Ya'ni erkin yog' kislotalarining ortiqcha safarbar bo'lishi triglitserid o'zlashtirishning pasayishiga, o'zlashtirish pasaydi degani bu triglitserid miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Ya'ni so'rilmayapti. Shuningdek, yog'lar oksidlanish sur'atining pasayishiga, itrifikatsiya reaksiyalarining stimullanishiga, itrifikatsiya haqida sizlar biokimyo darslardan o'tgansizlar, shuning uchun chuqur kirmayman. Xo'p, keyingisi lipoprotein ekspressiyasining to'xtab qolishiga, ya'ni lipoproteinlar hosil bo'lishining kamayishiga va endoplazma retikulumda erkin radikallar hisobiga parchalanishiga sabab bo'ladi. Demak, do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qanaqadir kamchilik yoki xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Leksiyani Rahmatullaeva Munisa sizlarga tushuntirib berishga harakat qildi.